To'xtang. Haqiqiy parketchi mador somsa qanaqa tayyorlanishini bilarmidinglar? Agar bilmasanglar, videoni oxirigacha ko'rsanglar o'rganib olasizlar. Parket to'g'risida gap ketganda hammani ko'z oldiga mador somsa birinchi bo'lib keladi desam, adashmagan bo'laman. Oilaviy shu mador somsani yeyman deb so'qol, kumushkon, umuman parkent tarafga bora olmayotganlar uchun bu video juda ham foydali. Bu videoni ko'rgandan keyin bemalol uy sharoitida mador somsani tayyorlab ko'rsanglar bo'ladi. Mabodo uyda ta'miri yo'q tanishinglar bo'lsa ham bemalol uyda mador somsa tayyorlab ko'rsanglar bo'ladi. Buning uchun tayyor tugilgan mador somsani qizdirilgan skorotkada 10 daqiqa davomida ikki tarafini aylantirib pishirib olsanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa saqlab qo'yinglar, yaqinlarga tarqatinglar, like bilan podpiska esdan chiqmasin. Albatta tayyorlab ko'ringlar, sizlarga yoqadi. Bu videoni mador somsani yaxshi ko'radigan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar.